Assalomu alaykum hammaga. Siz Azimjon yetijat. Assalomu alaykum. Siz Ramler Gaming kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda chirigan kartoshka Let's Play'ni olamiz. Yana bir bor 4-qismi. O'tgan videoda nimagadir xullas jinni bu yerni o'ynab qo'ygandim. Video olinyaptimi desam, olinmayapti ekan. Mayli, bir boshidan tushintiraman. Xullas, mana shu yerga kelganimda video o'chib qoldi. Mana bu dumaloq narsa yo'qolib qoldi. Mana bu. Keyin mana shu yerni qishloqni topganim videoga tushdimi, tushmadimi bilmadim. Menimcha bekor qildim, spawn point ham qo'ymadim. Ana u videodagi bo'lsa-ya. Menga hozir kartoshka juda ham kerak. Chunki chirigan kartoshka olish kerak. Chirigan kartoshkadan juda ham kuchli qilich yasasa bo'ladi. To'xtang, birinchi. Bu videoda tomorqa quramiz. Ya'ni огород. O'zbekcha nima dedim? Tilimiz sepib chiqib ketdi. O'zbekcha gapirish kerak xullas. Ruscha огород bo'lmaydi. Mana bunday katta, juda ham katta, juda katta bo'ladi. Ketmoqman yo'g'on. Yo'qolmaymiz. Mana shu uy menga yoqdi. Mana shu uyda yashaymiz. Yashamaymiz endi. Ana temir bolta yo'q, ketmon yasadi. Yana qor bilan to'lgan. Yana 1 2 3 4 5 Mana shu yerdan 1 2 1 2 3 4 5 mana shu yergacha. Zaryadkani tashlayman. Kerak emas. Bir zaryad oladi, bir zaryad olmaydi. O'z zaryad ham kamaydi. Ovoz juda ham baland bo'lib ketibdi. Endi suv kerak. Aytdim men sizlarga. Endi esa paqar. Yana uyga kirib ketish kerak. Shuni xato qo'yish shartmi o'zi? Endi yugurib borib sindirmasam ekan. Nima bo'lyapti? Nima
4 5 1 2 3 4 5 1 yetadi mana shuncha. Yoki yana bir blokmi? Mayli, yana bir blok bo'lsa, bir blok. Qo'y. Hali bosmadim, lekin qon. Nima bo'ldi hozir? Negadir buncha suv yetmayapti. Menimcha. Endi esa kartoshka qo'yib chiqish kerak. O'zi kartoshka, chirigan kartoshka chiqish ehtimoli bilmadim 2% edi menimcha. Tugadimi? Mayli, qishloqdagilardan olib kelaman. Qishloqlarda birorta kartoshka yo'q. Bitta uyga urib qo'yib chiqdim. 53 ta dona. Hamma og'riydi uyni. O'sha uyni topmagunimgacha qo'ymayman. Uni men qilmadim, tabiat xatosi. Mana oyam aytadi. Unda sabzi ekaman. Suv nimaga muzladi? Boydan beri qor sinib ketyapti. Unda sabzi ham ekaman. Menga nima, yana muzlaydi. Tepani yopish kerakmi? Unda tepani yopaman. Tepani yopishi nima bo'lardi? Balki muzlamas. Mana shu ham xato qo'yiladi. Bitta yetmadi, bitta. Menda yo'q. Bor, qora blok bor. Toshni qorasida. Qora yo'q. Yana bitta yetmadi. To'xtang, ana ular bilan savdolashib ketamiz. Blok emas. Yo'q-mayo, o'zimni suyak bor ekan. Suyak olmoqchi edim. Suyak kukuni uchun. Endi chirigan kartoshka chiqishini kutaman. Ikkita. Qo'ya yuryapsanmi? Qo'ya. Hozir burniga ruchkani zabati bilan ketdim. Yo'q-mayo. Qalqon yasamadimi? Kelishi bilan hozir yo'taman. Ne sanga emas, menga deydi. Chacha, voy kamon tushdi. Qoch. Bir yil endi shu yerda o'tiraman. Ertalab chiqishini kutib. Hali hech qancha bo'lmadi. Ertalab ham chiqmadi. Shuning uchun menga o'shanaqa.
Haydot. Hozir menda ham kamon bor. Chirigan kartoshka tushmabdi. O'q ham bor o'n bitta. Ana u yerdagi o'qni hisobga ol. Endi menda ham kamon bo'lganda kelinglar bir oddiy sizlarni. Va urushtirdim. Urushtirmadim. Nimaga urushtirdim dedim bilmadim. Men katta mergan bo'lsam bo'larkan. Ozgina o'qim qoldi. Ruslan mergan bo'laman. Ya o'qim qoldi. Kartoshka qani? Mana ekan. Mayli, bugungi yetadi do'stlar. Obuna bo'ling va like bosing, iltimos. Do'stlar, hammaga obuna bo'lasiz, like bosasiz. Lekin menga obuna bo'lmaysiz, like bosmaysiz. Bo'lmaydi-da.